Assalomu alaykum do'stlar. Men sizlar bilan yana Sandro va bugun men sizlarga ajoyib sit ko'rsatmoqchiman. Bu sit Bedrock Edition da bo'lishi mumkin. Chunki telefonda o'ynalganda Bedrock Edition bo'ladi, Java Edition emas. Va biz bu yoqqa kirib Advanced ga kirib sitni yozamiz. Bu sit juda oson sit. Ammo yaxshi sit menga yoqadi. 222 va chiroyli raqam. Men eng yaxshi ko'rgan sonlarimda. Xo'sh, bonus chest. Bu sizga qo'shimcha sandiq beradi, starter tool bilan. Koordinatalar. Xo'sh, iloji bo'lsa kreativda qilsam, men sizlarga yana bitta live hack ko'rsatmoqchiman. U Mirda o'zi ko'p o'ynamaganman, ammo bitta zo'r joyini bilaman. Agar sezgan bo'lsalaringiz, men Minecraft betaga o'tdim. Shuning uchun biz uzilishlar qildik bir oy davomida. Va mir yaratilyapti. Xo'sh, mana do'stlar, men kirib oldim mirga va biz mana shu yerdan spawn bo'lamiz. Bu esa biz uchun sandiq. Mana shu sandiqlaringizda menga o'xshagan narsalar bo'lmaydi. Boshqacharoq bo'ladi. Lekin sandiqlaringiz bo'ladi agar bonus chest qo'shsalaringiz va 4 ta mashada bo'ladi atrofida. Va mana 222-sitdan mana shu narsa chiqadi. Ajoyib qishloqcha, kattagina. Mana bu yerda kon ham bo'lishi kerak. Ha, mana kon. Bu kon Deep Slate gacha tushib ketadi. Ajoyib kon olmoslari bor. Mana bu yerda 1, 2, 3, 4 ta ferma bitta joyda. Va mana bu yerda molxona va kompas, ya'ni xaritachining uyi. Bu yerda fermerning uyi, sandiq bor albatta. Xo'sh, bu yerda esa stone cutter, ya'ni tosh kesuvchi. Va qolganlari oddiy uylar. Xo'sh, endi men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa, biz spawn bo'ladigan joy mana bu yerda bo'lsa, mana bu yerda kichik kon bor. Va bu konda temir rudasi topib beraman men sizlarga. Bunday yozlarda. Adashib ketyapman. Endi to'g'ri qilyapman. Hali bu kodlarni endi o'rganishim, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Bu kod sizlarga tungi ko'rishni beradi, ya'ni cheksiz tungi ko'rish. Keyli bossangiz mana bu konda bir donagina temir rudasi bor. Balki u sizlarga kerak bo'lib qolar va bu suv osti kon desa ham bo'ladi. Pastroqlarda yana bo'lishi mumkin, men pastroqlarni tekshirmaganman. Xo'sh, mana pastroqlarda mana ko'mir bor ekan. Ozroq ko'mir, ozroq emas ekan. Anchagina ko'mir, pastda granit koni. Istasangiz bu yerlarda ko'mizib bemalol kon qilsangiz bo'ladi. Lapis lazurit ham bor ekan. Sizlar bilmasam, mening 222-sitda obzorim yoqqan bo'lsa, bitta like va obuna tugmachasini bosib qo'yasizlar. Hozircha esa xayr.